Gastrit nima aka? Aka bu oshqozon tozalagani. Oshqozon tozalagani. Aka kimlardir u yerga bu yerga borib, o'tirib dam olib maza qiladi. Aka men bor. Sizchi uka? Qo'ylarim deyishini ko'rib maza qilaman aka men. 50 bosh qo'yingizni yeb turishini ko'rib maza qilasiz uka. Har bir obunachilarga nasib qilsin ham qo'radi qo'y boqish. O'shanda necha kilo bo'ladi uka bu? Aka 120 litrlik bu. Qozon 120 litrlik. 10 kilo makka, 20 kilo bug'doy aka. 10 kilo makka. 10 kilo makka, 12 kilo bug'doymi endi shunda? Mana haqiqiy mo'miyo bo'lib ketagan-a bu ham. Mazza joyidan deydi-ku. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva YouTube ishqibozlari, akalar, barchangizga bugungi kun xayrli, barakotli bo'lsin. Bugun 2026-yil hafta kuniga yakshanba, dam olish kuni akalar. Hop. 22-fevral kuni Namangan viloyati, Namangan tumani qishlog'ida inshaalloh sizlar uchun akalar uy sharoitida oson usulda qo'y baqish sirlarini chiroyli qilib yoritib o'tamiz. Videoni boshidan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun chiroyli video obzor qilishda to'xtamaymiz akalar. Oldindan Ramazon kunlari muborakli bo'lsin, xayrli bo'lsin akalar. Tutib turgan ro'zalaringda Alloh dargohida qabul qilsin. Biz video syomkalarimizni mana shu Abduqodir ukamizning xonadoniga kelganmiz. Assalomu alaykum. Bahrom aka keldingizmi? Charchamay tuymisiz? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Xo'p, obunachilar uy sharoitida qanday qo'y boqiladi? Uy sharoitida endi o'zim bahayab turgan stilda yangi boshlovchilar bor aka. Yangi boshlovchilarga qo'ldan kelgancha ulashasiz. Obzor qilib ulashib chiqaramiz aka. Like bosib otangga rahmat deb kanalni rivoj uchun bittadan like bosib podpisa qilib tursak aka, qo'yiladi qanaqa qilib boqish usullarini hammasini akalar xohlasa yangi chorvaga kirib kelyapti turgan akalarimizga tavsiya qilamiz. Mana shu ukamiz ham necha bosh qo'y boqasiz uka beyda? Aka bu yerda hozir 50 bosh qo'y bor aka. 50 bosh. 50 bosh qo'y bor. Bari sovliq aka. Hammasi urg'ochi. Hammasi sovliq aka. Mana mono tomondagilar aka tish yormagan qo'zi hali aka. Tish yormagan hali qo'zi. Tish yormagan qo'zi hali. Buni nimaga baqilyapti buni? Aka endi bunimi? Ha. Akalar haqiqiy. Aka buni xudo xolasa qurvonlikka yemlayapsiz. Yemlayapmiz aka. O'zi 2 choy qoldi xolasa qurvonlikka. 2 choyda tayyor bo'ladi mana. Adallari ham yaxshi bo'lib qolibdi. Akalar bitta narsani aytib ketish kerak, mana videoning boshida mana tozalik bo'lsa hamma joyda baraka bo'ladi aka mana. Chiroyli qilib, top-toza qilib, Qur'onni ham chiroyli qilib qo'y demasdan qo'y bo'lgandan keyin chiroyli qilib qarasalang, effekti ham yaxshi bo'laveradi. Aka, siz aytgandek tozalik bor yerdagi qo'y ham o'ta dahshat o'zgaradi. Kishi o'zgaradi. Ha, ozgina tozalikka rioya qilib, tozalikka qarasak aka, mana o'xirlar toza turibdi aka. Ozgina atqo'ch chiqarsa olib qo'yiladi aka. Shu toza tursa qo'ylarimiz xudo xolasa zo'r o'zgariladi aka. Shuni orqasidan daromad qilyapsiz ham. Daromad qilyapsiz. Yaxshimi? Tavsiya qilasiz. Tavsiya qilamiz hamma. Necha boshdan boshlagansiz? Boshidan endi misol. Boshidan yangi kirib. Boshidan endi 5 dona, 10 dona bo'lib ketgan aka. 5 dona, 10 dona bo'lib, hozirgacha 50 boshga chiqdi mana. 50 bosh qo'y bor aka, xudo xolasa. Beyda bo'g'oz qo'ylar ham boshqiligan. Aka, beyda xudo xolasa hammasi bo'g'oz, yaqinda tug'adigan qo'ylar hammasi. Akalar haqiqiy kattalaridan tashagan akalar. Necha oy bo'ldi bular o'pish tashaganingizga? 5 oy bo'ldi aka. Bularga 5 oy bo'ldi. Bularga 5 oy bo'ldi aka. Narigilargachi? Bularga 3 oy bo'ldi aka. 3 oy bo'libdi. Badani ancha semir qopda bo'ladi o'zi. Ha, bular ham aka ancha. O'shanda hozir 3 oy bo'lgan bo'lsa, yana 3 oy baqsangiz, bular 6 oyda o'zi yetilay tayyor olagan. 2 oy 3 oyda bundan buyog'iga yetiladi. O'sha Qur'on hayitga-da. Qur'on hayitga akalar haqiqatan mana ko'rib turibsizlar. Qo'yiladi ham. Endi bundan vaqtda yungini og'izib qo'ysangiz bo'lavergan, ancha isib qoldi. Shu hozir ozgina fevralda oxirroqga borib qo'yaylik, oldiram qolamiz. Akalar haqiqat qo'yda baraka bor ekan, mana mayda bolasi bori ham bor ekan, tuqqani ham bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Aka, birinchi mana mashhurani ko'rsating, mashhuradan boshlaganmiz aka. Mandan boshlagansiz. Mana shundan boshlaganmiz aka. Bari davom etyapti, mana ketdi. Qur'onni ham chiroyli qilib qurdik aka mana. Necha metr Qur'on uzunligi? Abduqodir Qur'on necha metr? Aka, Qur'amizning uzunligi 15 metr. 15 metr. Eniga 6 metr aka. 6 metr. Qo'yib turgan yeri-chi, mana shu ichi. Qo'yib turgan yer aka, mana shu yergacha chiqqan 3,5 metr mana shu yergacha. 3,5 metr. Bu yoq aka 2 metr. Mana endi ham kengroq qilgan yaxshi ekan-a, yem-pem alashtirgani ham. 6 metr, 6,5 metr takaga deyapman, mana shu yerda xotirjam yem qilib nima bo'ladi. Qo'yning so'lishi bu yoqdan bu yoqqa borib kelaverasiz, unaqa qisilib yurmaysiz aka. Hamma narsa joy-joyda bo'laveradi. Mana
kiralni ham haqiqiy zo'r qilib joylashtirib qo'yib, ag'dan suv tashib o'tirmaysiz akalar mashinani. Bunday sug'orib, ag'da ham bor ekan, hamma chekkadan bittadan joylashgan ekan. Ikkita, 3 ta joyga joylashgan aka. Hop, bular yem tartibi qanaqa berasiz bularga? Aka, bularga hozir shu yem tartibini ham ko'rsatib ketamiz. Bunga hop aka, o'sha bug'doy, makka, chuluq qilib hammasini aralashtirib beramiz. Necha mahal edi? Aka, kuniga 2 mahal edi. Ertalab nechida, kechqurun nechida? Ertalab kechqurun edi, hop, ertalab soat 7 da tashlanadi. 7 da beriladi. Bomdoddan keyin ekan. Bomdoddan keyin beriladi aka, kechqurun soat 5:00 da beriladi. 17:00 da akalar. Mana tartibi ham haqiqiy mo'ljallab qo'yilgan ekan akalar. Vitaminlarni ham berib turasiz. Aka, mana vitaminlarni ko'ring. Mana aka. Nimaga qo'shiladi bu mana? Aka, masalan, aka hop, Bu nimaga solinadi? aka bu hop mana bu tog'orada, tog'orada bir tog'ora kepakka bir kasa solinadi aka. Yemigami? Ha, yemiga shu kepakka solinadi aka. Hop. Qarang, Bir kasadanmi? Dorini nomini qo'yaylik, mashinamda ko'rsatib ketaylik mana akalar. Mana shu ko'rib turibsizlar, mashindan olib beraverasiz. Aka, endi hamma ham sharoitiga qarab boqadi. 50 ta qo'y boqa olmaydi. Qanchadan tiyadi bitta qo'yga deganlarga, masalan 10 ta qo'y boqadigan odam bo'lishi mumkin. Aka, har bittasiga bir qoshiqdan tiyadi, kalla boshi. Bir qoshiqdan ketaveradi Bir mana. qoshiqdan aka. Ishtahasiga yaxshi. Ishtahasiga o'ta zo'r bo'ladi. Suvga ham nimadir qo'shib beraman dedingiz, ashuni ham ko'rsatib ketaylik. Mana buni blokga ham ko'rsating mana. Bitta blok tartibga qo'yganmiz aka mana. 20 litr suvga 10 litr qo'shiladi aka. 10 litr. Ha. 20 litr suvga. Hop, necha litr suvga necha grammdan bu uka? Shunda to'g'ri keladi. 20 litr suvga hop 10 grammdan to'g'ri keladi. 10 grammdan to'g'ri keladi. 10 grammdan to'g'ri keladi. Suv ichishiga qarab qo'shib berilaverar ekan. Ha, shunaqa aka. Aka, mana shuni ham yozuvini ko'rsatib ketaylik aka. Ko'rib turibsizlar, mashinani olib. Bu ham ishtahasiga qarshimi? Bu ham shunaqa aka. Shunaqa hammasi. Hop, endi yemini boshlaveramizmi? Yem tayyorlash tartibini boshlaymiz, keling. Hop, bu Abdulqodir qozonimiz necha litrlik? Mana shu qozondan boshlaylik. 120 litrlik. 120 litrlik. 120 litrlik aka. Hop, bunga mana buni ko'ryapsizmi? Mana makka bug'doyni ko'ryapsizmi? Shib ketdi ancha. Shib ketdi. Haqiqiy. Hop, buni ichiga 10 kilo makka, 10 kilo makka, 10 kilo makka, 12 kilo bug'doy sig'adi aka. 22 kilo bo'lagan o'p shu shunda. Qozonni ko'rib turibsiz. Ko'ryapsizmi? Ichini ham bu chiqishini ko'ryapsizmi? Necha soat qaynaydi bu? Uka? 4 soat qaynasa o'zi mana shunaqa havoga keladi aka. 4 soatda tayyor bo'ladi. Bu chiqishini ko'ryapsizmi? Hali ham issiqqina turibdi. Aka, buni 4 mahal berishadi. 4 mahal o'shanda 2 2 kunga mahaldan bersa 2 kunga yetadi, 4 mahal berishadi aka. kiloga akalar, haqiqiy. Ko'ryapsizmi? Effekti yaxshimi? Effekti zo'r aka. Ancha ko'paygan ekan ama shiba. Ha aka, bu ancha ko'payadi. 50 ta qo'yga 4 mahalga yetadi mana 50 shu. ta qo'yga 4 mahalga yetadi. Haqiqiy zo'r ekan. Ancha quruq bergandan buni bersa ham effekti yaxshi bo'laveradi. To'g'ri aka, quruq bergandan mashina bersin tavsiya qilaman aka. Qo'cha-mo'chalarni ham alashtirib bersangiz bo'laver ekan. Keyin bunga unaqa rasxod qilishmaydi. O'zinikini o'zi qoplaydi. O'zinikini o'zi qoplaydi. Qo'yimizda o'zini tagidan chiqqan narsa, mana mashinasi, mana mashinasi, mana yoqiladi, pishadi aka. Gaz rasxod qilinmaydi. Yo'q aka, gaz. Aqa o'zi ko'chirib qo'yilibdi ashaqlarga mana. Ko'ryapsizmi aka, bunday ko'chirib qo'yganmiz aka. Gaz rasxod qilishmaydi. Umuman. Shu mana o'zinikini o'zi qoplaydi aka, hayvonni bekarga barakalik deyilmaydi aka. Haqiqiy mononi yemdi makkani qaranglar, obunachilar shishib ketgan endi. Tavsiya qilamiz, mana shunaqa qilib bersalar qo'ylar ham duo qilib, yaxshi bo'ladi. Jonivorlar barakalik narsalar bu qo'y. Erinmay pishirib bersa aka. Mash ketishda misol baqishadigan bo'lsa, qo'chqarmi, so'limi qizig'i yo'q. 5 oy, 6 oyda ancha tayyor bo'ladi, qo'yama yetiladi. 4 oy ichida ham tayyor bo'ladi aka qo'y. Yemni tashlaymizmi endi? Yemni tashlaymiz aka. Ketdik. Mana. Aka mana bir tog'ora mana. Bir mahalga 2 tog'ora. Bir mahalga 2 tog'ora beramiz. Boshladik mana solishda aka. Akalar, tavsiya qilamiz. Like bosib turinglar bu qarang. mehnatga akalar. Qo'llab-quvvatlang. Qarang. Makka ham haqiqiy yong'oqda yo'q ekan, makka ham. Aka o'zi ham o'ta zo'r yem bo'ldi. Ko'ynimizdagi chiqdi shu. Men ham endi xohlasa qo'y tashlamoqchiman. Mash stilda baqsam bo'laver ekan. Mash stilda baqsangiz aka maza qilasiz. 4 oyda tayyor bo'laver ekan. Shunaqa aka. Abdulqodir bu nima uston endi? Aka, bu mana aka, hamyon bop masalan uy sharoitiga to'g'ri kelaveradigan stanok bor ekan mana. Yemimizni ilab beradi aka. Yemni alashtirib beradi. aka. Vaqt ham sarflamas ekansiz, bunga. Qo'lda alashtirib o'tirmaysiz aka. Bu ag'dan olib kelgan bug'doymi, makkami? Ha, hozirgina olib keldi-ku bug'doy. Hop. O'sha mana aka, mana ko'rvang, chuluq. Paxtani atxoti deyiladi. Paxtani atxoti. Ha.
kuchliq aka. Uni tarkibida-da endi. Tarkibida hop bu bor aka, bu yoqqa yuringda mana. Yana nima qo'shiladi bunga? Silos qo'shiladi aka. Silos ham qo'shiladi. Silos qo'shiladi, mana bu yoqqa yuring. Silos aka. Mana aka somon qo'shiladi. Somon. Mana aka. Mana shu yerigan mafalak narsasini qo'shiladi aka mana. Mana. Ko'rvang aka. Hammasi assortiment bo'lib ketgan-da, Shunaqa aka, qo'ylar. shunaqa bo'ladi. Bu qanday ishlaydi bu? Aka, buni. Qo'yapsiz aka. O'zi aralashtirib berar ekan-a? Mana zo'r qilib aralashtirib beradi aka. Tayyor qilib aralashtirib berar ekan. Hop, Abdulqodir mana shu kepakka qo'shamiz-a bu. Mana shu kepakka aka mana. Ko'rvang. Vitaminni. Yana bir kasa desa mancha qilib to'ldirib olishmas mana. Bitta qo'yga boshiga bir qoshiqdan bersa bo'lar ekan-a? Shunaqa aka. Mana qo'shaylik. Sizlarni beriladi mana aka. Mana akalar haqiqiy bilmagan narsalaring bo'lsa akalar mana o'rganyapsizlar, like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga fikr yozib ketinglar akalar. Sizlarning fikrlaringizni yerimni o'qib chiqamiz. Endi bu ustunlikka to'kamiz buni ham. Ustunlikka to'kamiz aka. Ko'rib turibsizlar. Haqiqat ustunik aralashtirib, o'zi chiroyli qilib tayyor holatga keltirib berar ekan. Abdulqodir, Shunaqa aka. silos qancha beriladi bunga? Aka hozir uni tarkibida hech esdan chiqib qolib tashlayapti aka. Silos mana mashinalardan bir tag'ara beriladi aka. Bir zaparabkaga bir tag'ara. Ichida ham bor hozir aka. Ichida bor. Mashindan tushadimi Abdulqodir? Aka mana mashina mana ko'rdingiz mana shunga ochiladi tushadi aka. Hammasini aralashtirib tayyor qilib berar ekan aka. Tayyor holatga keltirib beradi. Vaqtdan ham umuman yutqizmas ekansiz. Shunaqa aka. Mana ko'ryapsizmi? Mana haqiqiy akalar, vaqt ham tejaydigan variantlarda. Bu qaranglar, makkalarda haqiqiy yirik bo'lib shishib ketgan akalar. Ko'rdingizmi aka? Haqiqiy zo'r o'laygana effekt. Aka bundan hop bir mahalga mashinadan ikki zaparabga tayyorlanadi. Hozir Yana bir zaparabga tayyorlaysiz. Shunaqa aka. Yana bitta tayyorlaymiz bundan aka. Abdulqodir, bu nima endi? Aka bu mana ko'rvang. Alben deyiladi. Alben. U necha grammdan ichkiziladi bitta qo'yga? Bitta qo'yga 5 grammdan ichkiziladi. O'shanda 5 grammdan necha oy beriladi ular? Qancha muddatda? 15 kunda bir marta beriladi. Ertalab beriladi. Yem yeyishdan oldin beriladi, keyin yemni bu dorini bergandan keyin, bu dorini bergandan keyin 2 soatdan keyin yem tashlaveradi. 2 soatdan. O'shanda 15 kunda bir 5 grammdan har bitta qo'yga beriladi Har ekan-da. bitta qo'yga beriladi. Bir oyda 2 marta ekan akalar mana. Ko'rib turibsizlar. 5 grammdan beraverasizlar. Yem yeyishidan oldin berib, 2 soatdan keyin hashak ovqat beriladi 2 ekanda. soatdan keyin beriladi. O'zgarishga yaxshi ham. O'zgarishiga yaxshi aka bu ham. Bu gastritmi endi? Aka bu mana gastrit. Bu nimaga endi uka? Aka masalan chorvaga kirganlar eslab qolinglar. Qo'ylar bo'kib qoladi, ya'ni ko'p berib qo'yishadi-yu. Ko'p berib qo'yishadi aka. Qo'ylar bo'kib qolganda mana mashina berishadi aka. Darrov qassob chaqirmasdan, u sal o'ylaydi-da, "Voy qassob chaqiraymikin" deydi, yo'masa bittasiga sotib beraman savdogarga deydi. Yo'q aka. Buni aka bersangiz qo'ylar xudo xolasa zo'r bo'lib ketadi. Chunki o'zim ham tajribamdan o'tganda birinchi qo'ylar kelganda bir 5 tachasi bo'kib qolganda aka. Narsa berganda bo'kib qolgan mana mashinadan berganman men ham mana gastrit deyiladi. Oshqozon tozalaydi bu. Oshqozonni tozalaydi aka, ovqatni hazm qilib beradi aka. To'g'ri. Shunaqa haliginga mana mashq xizmat qiladi o'shanga aka. Akalar, haqiqiy noldan tushuntirib ketyapti ukamiz ham. Yosh bo'lishiga qaramay, like-ni bosib, inshaalloh qo'llab-quvvatlab turinglar. Videomiz manfaatli chiqyapti turgan bo'lsa akalar. Hop, uka, bashida bitta savol kelib chiqadi endi. Mana siz shu sog'liq yo'nalishida ishlayapsiz-da hozir, mana sog'liq bahyapsiz. aka. Shu qo'chqardi nima deysiz? Bu sog'liq mana 6 oyda tayyor bo'ladi deyapsiz. O'zi badallariga ancha olib qolibdi. Sog'liqni qo'zisini ozgina-ozginadan berib olsa bo'laveradi aka. Hop. Endi qo'chqorga kelsak aka, qo'chqorni tavsiya beraman obunachilarga. Men ham bir boqib ko'rdim-da aka. Baqqansiz. Boqib ko'rdim, birinchi shundan boshlab boqib ko'rdim. Obunachilarga tavsiya ilk tishidan olib boqsin. Rosa ilk tishiga chiqargan bo'lsa aka, o'zgarishi ham, natija ham zo'r bo'ladi. Keyin qo'yimiz qancha yem bersangiz ko'taraveradi aka. Yemga o'rgatishing shart emas. Ha, yemga sekin-sekin o'rgatish shart emas. Bersangiz ko'taraveradi aka. Haqiqiy akalar nima deydi? Mana shu ukamizni ham gap to'g'ri. Nimaki, kichkina qo'chqorni katta ikkiga olib olganingizcha yem o'rgatishingiz kerak. Ozgina vaqtingiz ketib qoladi, to'g'rimi uka? To'g'ri, vaqtingiz ketib qoladi. Yop, ikki tishish 12 oylik, 13 oylik qo'chqor olsa, yemni ko'taradi ular. Yemni ko'taradi aka, keyin daromadga kelganda ham yaxshi foyda qiladi aka. Qo'zini sekin-sekin olib chiqqancha undan bir 2 marta foyda qilib olasiz aka. To'g'ri. Mana. Sog'liqnikini endi aka, sog'liqni olib chiqsangiz bo'laveradi. Sog'liq tez semiradi, qo'chqor qaraganda. Tez semiradi.
Yaxshi bo'ladi aka bular. Ko'rib turibsizlar. Abdulqodir, yem tayyormi? Aka yemimiz tayyor oldi. Mana akalar. Boshladi. Haqiqiy akalar, qo'yda, chorvada baraka bor. Mana shu ukamizdan 5 ta, 4 ta qo'yda mana 50 bosh qo'yga boshladi. Jonivorlar. Rasman aka mana. So'roq o'zi kelib qoladi aka qo'ylar. O'rgatib qo'ymagansiz bularni. Ha aka bular ancha o'rgangan. Nima deymiz shaytada akalar, mana shu videoni ko'ryapti turgan har bir akalarimizni uyida mana shunaqa qo'ydan kami 100 bosh bo'lsa akalar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xohlasa sizlarning ko'maklaringiz ostida biz chiroyli video obzor qilishda to'xtamaymiz akalar. Ertalab kechqurun 2 mahal mana shunaqa yemaygan akalar mana shu. Vitaminlarni o'z vaqtida berib, yaxshi qarasalar effekti yaxshi bo'laveradi akalar, o'zgarishi. Yaxshi daromadni olsangiz bo'laveradi. Bularni yemishini ko'ramiz, charchag'ingiz chiqsa kerak-a, Abdulqodir. Aka, kimdir dam olib charchaq chiqaradi. shunaqa aka. Kimdir uni yeyishini ko'rib akalar. Haqiqiy har bitta obunachimizga nasib qilsa mana qo'ylardan ham 100 bosh, 200 bosh bor. Nima deymiz uka? Gap aka. Hop, endi biz bu yo'nalishga yangi kirib kelyapti turganmiz-da aka. Yangi parvozsiz. Yangi parvoz. Bizdan zo'rlari ham bor aka. Bizdan zo'r boqadiganlar, standart ahvolda boqadiganlari ham bor. Endi bu chiqarganimiz aka, yangi o'rganuvchilar bor. Nima qilayin ekan deb masalan izlayotganlar bor-da aka. Shularga shu tavsiyani beramiz. Endi bu deganim aka, o'zimiz sharoitdan kelib chiqib ko'rsatyapmiz aka. Siz o'zingizni baqish uslubingiz bu. O'zimizni baqish uslubimiz aka. Birovnikidan zo'r emas aka, kam emas. Bitta gap aka, endi kimdir bizdan zo'r qo'yib boqadi-da aka. Bu yo'nalishga oldinroq kirib kelganlar bor. Men endi yoshman, endi kirib kelyapman aka. Tajribasi bor akalarimiz bor. Ko'rib akalarimiz bor aka. Kommentariyaga uka, falonchi kamchiliging bor, falon yerda falondaqa qo'shish kerak deysa, o'shanga qarab biz yangilik kiritamiz aka. Bu gapga xafa bo'lish kerak emas, to'g'ri. Xursand bo'lish kerak. Nimaki? Qo'yish kerak. Chunki mana kamchiligimiz bo'lsa bizga yozsa, to'ldirasiz. Kamchiligi borlar, o'zinikini to'ldirib oladi biz videomizdan. To'g'ri. Manfaatli bo'lgan bo'lsa aka, like-ni bosib tursa mana aka, qo'ylarimizni xudo xolasa chiroyli qilib obzor qilyapmiz degan umiddamiz aka. Akalar, haqiqiy mana shu ukamiz ham yosh bo'lishiga qaramay ancha tirishqoq ekanlar. Mana ko'p narsani aytib o'tib ketyaptilar. Mana shu ukamizda kamchiligi bo'lsa akalar, yozib ketinglar. Bu ukamizdan ancha 10 barobar, 20 barobar kuchlik aka-ukalarimiz ko'rib o'tirgan bo'lsalaring, yana ham effekti yaxshi bo'ladigan variantlardan kommentariyada yozib o'tkazsalaring, bu ukamiz ham mana yosh akalar chorvaga yangi kirib ketdilar. Bu birinchisi emas kanalingizga chiqarishimiz. Xudo xolasa yana davomiy bo'ladi. Menga aka bitta narsa, men maza qiladigan narsani aytaymi? Yurakdan, bu yurakdan emas aka, yurakdan bitta like tirs bossin. Otangga rahmat deb tursa, yana shunaqa manfaatli videolarni qo'yishga harakat qilamiz aka. Bizniki jamoa bachkana bo'lib ketmaydi aka. To'xtamaymiz. Bular bo'lmasa gaplarni gapiramiz aka. Qo'ldan kelgancha gapiramiz mana. O'zi oladigan odam shundan ham olaveradi aka. To'g'ri akalar, haqiqiy mana shu yergacha ko'ryapti turgan bo'lsa, mana like bosib qo'llab-quvvatlab ketinglar. Ukamizning mehnat akalar. Mana shu tartibda boqilagan buni qo'ylari. Xudo xolasa akalar, kimdir boshqa tartibda boqadi. Fikr almashi, kommentariyaga fikrlaringni bildirsalaring, akalar haqiqiy yaxshi bo'ladi. Endi shumi uka, bir kunlik tartibi, rejimi? Bir kunlik tartibi shu aka. Hop. Qo'ldan kelgancha, yosh bo'lishimizga qaramay aka, qo'ldan kelgancha videoni qilib olib berdik aka. Ma'lumotni berdik. Kamchiligimiz bo'lsa, akalar bizdan kattalar bor. Qanaqadir kamchilik bo'lsa ham uzr oldindan. Aka, mana shu tartibda boqiladi. Tavsiya beramiz lekin hammaga aka. Tavsiya berasiz. Mana shu tartibda boqishda agar nima deydi, chorvaga yangi kirib kelyapti turgan aka-ukalarimizga tavsiyani beramiz aka. Shu yergacha ko'rgan bo'lsa aka, like-ni bosib, kanal yangi obuna bo'lib, otangga rahmat deb tursin. Hali bundan ham chiroyli, bundan ham tepa darajadagi qo'ylarni obzor qilib boramiz. Hamma chiroyli obzor, zo'r videolar aka mana shu kanalga chiqadi. Like-ni bosib, otangga rahmat deb qo'ysa bo'ldi. Uka, sizni ham chorvangizga Alloh baraka bersin. To'xtamaysiz, xudo xolasa hozir 50 boshga yetibdi, yana yaqin kunlarda 100 bosh, 200 bosh vaqt sizga ham nasib qilsin. Chaqirasiz, mana bunaqa videolarni ulashib turasiz obunachilar. Bundan buyog'iga xudo xolasa o'chiramiz. Hali qurolamizni bundan ham zo'r qilamiz aka. Zamonaviy qilib, ha. Mana aka, hozir ham yomon emas, yaxshi, lekin aka qo'y boqqanga bo'laveradi mana aka. 10-15 ta qo'y boqsin aka, zo'r qilib boqsin. Baraka bor. Maza qilib boqsin, qo'yda baraka bor aka. To'g'ri. Qo'yda baraka bor. Akalar, xudo xolasa videoni shaytigacha ko'rgan bo'lsangiz, like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab
kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib turasiz. Sizlarga chiroyli video obzor qilishda umuman to'xtamaymiz. Hammani uyda mashina qo'yiladigan 100 bosh, 200 bosh bo'lsin. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.